odamlarga qiziqdi o'ti sifati. Ko'rasizlar. Necha yil bunga garantiya aka? 15 yil garantiya. 15 yil garantiya berasiz. Ikkita ishlaydigan odam nima qiladi? Sifatli kafil oladi. Eron mahsulotlari hamma kafillar mana shu ko'rib turganda Eron. To'g'ri mana shu do'kondan olib foydalandik. Men albatta xo'p, mana shu polga mana shundan oldik. Albatta mana shular bitganda men sizlarga bitgan joydan syomka qilib ko'rsataman. Hop, letniy kuxnyaga ham mana variant oldik. Anvar aka, mana shundan bosib oldik letniy kuxnyaga. Buni ham bitgan holatini ko'rsataman. Servisini olmoqchi edim. Mana rang o'lmaydigan, modadan qolmaydigan, asabi buzmaydigan, vijir-vijir bo'lib ketmaydigan variantlar. Hop, bu yoqda bundan tashqari ko'plab variantlar bor. Polga sirasi abazislar chizib qo'yishgan. Bunaqa chiroyli maroqat variantlar ham bor. Xo'rosin glansiylar ham bor. Matvilar ham bor. Hammasidan bor. Voy dahshat. Shunaqangi ko'p mahsulotki hammasi sifatli. Jomida bozorimizda, xo'p, hammasini birma-bir ko'rsatib boraman. Nima deyapti bu? Bitta yerini beryapti, bitta. Hammasi bekitilgan, ko'rasizlar. Maxsus sizlar uchun ochib tashyapman jigarlar. Mana. Voy. Qaranglar, har xildan bor. Xohlagan dizaynda, xohlagan dizayn. Bilasizlar, men joydarchi videoga olaman, chiqib chiqmasdan chiroyli qilib borini ko'rib, inshaalloh o'zingizlarga ma'qulini olib ketsanglar bo'ladi, hayot qilib. Nomerligini yozib qo'yaman. Hop, Jomiy bozorida vizitkaliklarni chiqarib qo'yaman hammasini. Keng assortimentda sizlar xohlagan dizaynda hamma mahsulotlardan bor. Ya'ni kafil mahsulotini har xil turdan bor. Bemalol ko'rasizlar. Anvar aka, mana bitta qirilmasligini bitta yana aniq qilib bering videoga. Shuni odamlarga qiziqdi o'ti sifati. Ko'rasizlar. Necha yil bunga garantiya aka? 15 yil garantiya. 15 yil garantiya berasizlar. Jigar. Pastki raqamdagi aloqaga chiqib turasiz. Nomer qoldiraman. Aloqaga chiqib turib, kelsanglar, Jomiyda hamma ishlarni hal qilib ketasizlar. Bittada sifatli mahsulotlarni xarid qilib ketsanglar bo'ladi. Joninglar sog' bo'lsa, bizdan uzoqlashmaydi. Hammaga rahmat. Bu videoni uyini mana erta bahordan ta'mirlab nima kafil ishlatsam ekan deb endi remont boshlayotgan akalarga, Hoji akalarga sekin jo'natib qo'yamiz. Charchamang. Omon bo'ling.